nomlanishi. Qarang. Masalan, vodorod bilan kislorod ikkalasi oksid hosil qiladi. Ya'ni suv ham vodorodning oksidi hisoblanadi. Indiferent befarq oksid hisoblanadi. Chunki u suv tuz hosil qilmaydi-da. Formula tuzishni ko'rgandik, to'g'rimi? Bir-biriga nima qiladi? Almashinardi. Masalan, vodorod bilan kislorod nimani hosil qiladi? H2O. Suvni hosil qiladi. Endi buni sistematik nomlanishi deb beradi. Ya'ni sistematik nomlanishi degani zamonaviy nomlanishi. Oksidlar 3 xil nomlanadi-da. Tarixiy, ratsional, keyin sistematik. Ratsionalning ikkinchi nomi mana bu. Yunoncha nomlanishni nomi bu. Nima kiradi? Ratsional. Mana buni qanaqa qilib sistematik nomlayman? Agar element valentligi o'zgarmas bo'lsa aytmayman. O'zgaruvchan bo'lsa aytaman, to'g'rimi? Nima deymiz? Agar o'zgarmas bo'lsa element nomi bilan oksidi, agar o'zgaruvchan bo'lsa albatta valentlik. Vodorod oksidi deb qo'yamiz, bo'ldi. Yunoncha nomlanishda mono, di, trilar ishlatilardi. Kislorod bitta bo'lsa nima deymiz? Mono. Ya'ni vodorod qanaqa oksidi? Mono oksidi. Mono oksidi. Xo'p, endi sigma bog'lar soni deb beryapti. Sigma bog'lar sonini topish uchun suvni nimasini yozishimiz kerak? Strukturasini yozib olishim kerak. Nechta sigma bog' bor bu yerda? 2 ta. Demak, sigma bog'i 2 ta deyman. Pi bog'i bormi? Yo'q. Yo'q. UB nima degani UB? UBB umumiy B degani bog'. Qisqartmasida umumiydan uni olyapti, bog'dan nimani olgan? B harfini olgan. Keyingisi UA. Bu degani umumiy nimasi? Atom. Tushunarli? Suvda demak jam bog' nechta bog' bor? 2 ta bog' bor, faqat sigma bog' bor, to'g'rimi? Demak umumiy bog' necha yozaman? 2 yozamiz. Endi umumiy atomlar, suvda nechta atom bor? 2 ta vodorod, bitta kislorod. Demak jami 3 ta. 3 ta. Nisbiy molekulyar massa topishni bilasizmi, Emir? Nisbiy molekulyar massa? Ha. Masalan, suvnikini hisoblaydigan bo'lsak, suvnikini 18 mi? Ha. Ya'ni vodorodni davriy sistemada nisbiy atom massasi necha? 1, kislorodniki 16. Bitta vodorod 1 bo'ladigan bo'lsa, bizda nechta vodorod bor? 2 ta bor. Birni ko'paytiramiz 2 ga. Plus kisloroddan ham bitta bormi? 16 ni ko'paytiraman nechiga? 1 ga. Necha chiqadi shunda bu? 18. 18 chiqadi. Oksidi qanaqa bo'ladi kislorod bilan formulasi? Aytib keting tez. Litsiy oksidi deyiladi. Litsiy monooksidi sigma bog'i 2 ta, pi bog'i 0 ta, umumiy bog'da nechta atom bor? 3 ta. Endi buni topib qo'yasiz. Xo'p, natriyniki qanaqa bo'ladi? Natriy 2O bo'ladi. Natriy oksidi, natriy monooksidi. Bo'ldi, shu yerda to'xtang. Kaliynikichi? Kaliy 2O, kaliy oksidi, kaliy monooksidi. Xo'p, beriliniki qanaqa bo'ladi? Berilliy O bo'ladi. Berilliy oksidi, berilliy monooksidi. Xo'p, alyuminiynikichi? Alyuminiy 2 O3 bo'ladi. Alyuminiy oksidi, alyuminiy 3 oksid. Ruhniki qanaqa bo'ladi? Ruhni kadmiy.
Ruh. Ruh bo'ladi. Ruh oksidi, ruh monooksidi bo'ladi. Xo'p, azotni uchi. Hop. Bo'lsa azot 3 oksidi, azot 3 oksidi, Fosforni 5i. fosfor 2O5, fosfor 5 oksidi, fosfor penta Oltin gugurt 6si. O3, oltin gugurt 6 oksidi, oltin gugurt geksa Nega? Genta oksidi Yo'q. deb aytiladi. Kislorod nechta bor? 3 tami? 3 ta bo'lsa nima deyiladi? 3 Bo'ldi. Nasıl qiladi litiyni? litiy gidroksid. Litiy 1 gidroksid desam bo'ladimi? Yo'qda. Litiy o'zgarmas. Xo'p, misni biri qanaqa bo'ladi? Mis OH mis 1 gidroksidi. Oltinni 3chi? 3 oltin. Oltin gidroksidi bo'lsa, oltin OH ning xavfsida 3. Xo'p, buni ham yoza olasiz demak, bo'lmasa valentlikka qarab ketaveradi. Nomlanishi demak, o'zgarmas bo'lsa aytilmaydi, o'zgaruvchan bo'lsa valentligi aytiladi. Mana sigma bog'lari, pi bog'i, umumiy atomlar soni mr. Neutron, proton, elektronlari shart emas hozir. Tushunarli? Kislotalar. Kislotalarning ikkinchi nomi bor, bu nordon suvlar deyiladi. Nima ekan? Nordon suvlar. Xo'p, endi ta'rif beramiz. Yozib o'tirmayman ta'rifini. Kislotalar deb metallarga o'z o'rnini bera oladigan harakatchan vodorod atomlari hamda kislota qoldig'idan tashkil topgan moddalarga nima deyiladi? Kislotalar deyiladi. Demak, kislota bo'lishi uchun harakatchan vodorodlar bo'lishi kerak. O'sha vodorod atomlari metallarga o'zini joyini bo'shatib bera olishi kerak. Kislotalarning umumiy formulasi qanaqa bo'ladi desak, H demak N K M. Bu yerda K nimani bildiradi? K katta K. Kislotani. Bu kislotaning nimasi? Qoldig'i. Demak, kislota ekanligini qanaqa qilib bila olaman desak, birinchi vodoroddan boshlansa, bu nima bo'ladi? Kislota bo'ladi. Faqat suvdan nima? Tashqari. Tushunarli? Endi harakatchan vodorod degan nima degan desak, harakatchan vodorodning ikkinchi nomi bizning tilda zaif vodorodlar hisoblanadi. Ya'ni vodorod atomi o'ziga nisbatan kuchliroq atom bilan bog'langan bo'lsa, o'sha vodorod atomi zaif harakatchan bo'lib qoladi. Agar o'zini kuchiga teng miqdorda kuchdagi element bilan bog'langan bo'lsa, unda u vodorod zaif hisoblanmaydi. O'shanda harakatchan bo'lmaydi. Harakatchan bo'lmadi degani metallarga o'zining joyini bo'shatib bermaydi. Qachonki bo'shatib beradi? Qachonki u vodorod nima bo'lsa, zaif harakatchan bo'lsa. Endi kislota qoldig'i. Kislota qoldig'i qanaqa qilib hosil bo'ladi?
agar harakatchan vodorodlar chiqib ketadigan bo'lsa, kislotaning qoldig'i hosil bo'ladi. Tushunarli? Hamma vodorodlar emas, boyagi faqatgina harakatchan vodorod, zaif vodorodlar chiqib ketsa, shunda kislotaning qoldig'i hosil bo'ladi. Endi kislotalar ikkita turga bo'linadi, tarkibida kislorod bor yoki yo'qligiga ko'ra. Birinchisi qanaqa kislotalar? Nima? Kislorodsiz bu degani u kislotaning tarkibida umuman nima bo'lmaydi? Kislorod elementi bo'lmaydi. Demak, aytdim, birinchi nimadan boshlanishi kerak? Vodorod elementi bilan boshlanishi kerak. Ba'zida vodorod bitta bo'lishi mumkin, ikkita bo'lishi mumkin. Unisi muhim emas. Vodorod bilan boshlansa muhim. Masalan, mana bu bilan. Kislorod bormi? Bor, yo'q. Bular qanaqa kislotalar bo'ldi endi bu? Kislorodsiz. Xo'p, endi kislorodli. Kislorodli bo'lishi uchun tarkibida nima bo'lishi kerak? Kislorod bo'lishi shart endi. Kislorod bo'lmasa qiziq emas. Masalan, eng mashhur kislotamiz sulfat kislota. Kimyogarlar noni deb ataladi. Akkumulyatorlar tarkibida bo'ladi. Keyin portlovchi moddalar ishlab chiqarishdi. Nitrat kislota mana bu. Yana nima? Misol permanganat kislota yoki fosfat kislota kola tarkibida bo'ladi degandim. Ko'p dixromat kislota yoki silikat deylik mana bu. Suyuq shisha o'shiriladi. Yoki nitrit kislota mana bu. Yoki da karbonat kislota yoki perxlorat kislota eng kuchli kimyodagi kislota bu perxlorat kislota hisoblanadi. Faqat katalizatorsiz variantdagisi, sof holatdagisi. Demak, tushundik, kislotalar bilan e'tibor beryapmiz. Hammasida nima bilan boshlangan? Vodorod bilan boshlangan. Hammasi vodorod bilan, kislorod bilan. Demak, kislorod bilan kislorodsiz farqiga tushundingiz, ha? Endi kislota qoldig'i qanaqa qilib hosil bo'lishini tushuntiraman. Qarang. Masalan, mana shuni kislota qoldiqlarini yozib chiqamiz endi. Qanaqa qilib yozamiz desak, men bu yerga yozaman. Nima? Kislota nimasi? Qoldig'i. Qoldig'i. Vodorodni tortib oladigan bo'lsak nima hosil bo'ladi? Kislota qoldig'i chiqadi. Masalan, mana vodorodni olib tashlaydigan bo'lsak, kislota qoldig'i qanaqa bo'ladi buni? Xloruz bo'ladimi? Bundachi? Ha. Ftor, brom, yod, azot, sianid, radonit. Bular nima bo'lyapti? Kislotaning qoldig'i. Qanaqa qilib hosil qildim buni? Vodorod chiqadi. Endi mana bunda qanaqa bo'ladi desak, mana bunda. Oksidga aylanib qoldim. Yo'q, oksid bo'lmaydi u. Qoldiq bo'ladi, prosta qoldiq. Bunda CO4 bo'ladimi? Valentligi necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Valentlikni berib keting.
Nechta vodorod chiqib ketsa, valentligi o'shanga teng bo'ladi, kislotaning qoldig'i. Hozir mana bu sulfatdan nechta vodorod chiqib ketadi? 2 tami? 2 ta. Demak, valentligi necha bo'ladi? 2. Nitratda bitta vodorod chiqib ketadi. Demak, nitratning valentligi 1. Permanganatda ham bitta bo'lyapti. Bu oksid emas, kislota qoldig'i. Fosfatda-chi, ortofosfatda. Bunda 3 tami? Ha. Silikatda 2 ta. Nitrit kislotamizda bitta. Karbonat kislotada 2 ta. Perxloratda esa bitta. Tushundik-a? Ha. Demak, kislotaning qoldig'i qanday hosil bo'ladi ekan? Vodorod chiqib ketadi. Qanday vodorod chiqib ketish kerak ekan? Zaif nima edi? Ya'ni harakatchan. Harakat. Xo'p, endi kislotaning negiziga ko'ra bo'linadi. Xo'p, negizi degani nima degani o'zi desak, kislotaning negizi degani ko'pincha vodorod kislorodlar bog'lar soni nimani beradi? Negizni beradi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, vodorod boyagi zaif vodorodlar soni nechta bo'lsa, kislotaning negizi nima bo'ladi? O'shanga teng bo'ladi. Agar zaif vodorod bir dona bo'ladigan bo'lsa, bu kislotamiz necha negizli? 1 negizli. Ikkita zaif harakatchan vodorod atom bo'ladigan bo'lsa, ular necha negizli? 2 negizli bo'ladi. 2 negizli. Endi yozib chiqamiz. Bunda kislorod bormi, yo'qmi, qiziq emas. Tushunarli, aralashtirib olsak ham bo'laveradi. Faqat bu yerda vodorodlar soniga qaraymiz. 95% holatlarda kislotaning negizi vodorodlar soniga teng bo'ladi. Qolgan 5% holatlarda esa u narsa bo'ysunmasligi mumkin. Tushunarli? Demak, negizga ko'ra deydigan bo'lsak, birinchi necha negizli? 1 negizlilar. Vodorod nechta bo'lish kerak? Bitta. Masalan, H ftor boyaga yozganlarimiz H xlor, H brom, H yod, keyin sianid kislota. Mana bir xil o'qib ketsangiz, nomi esida qolib ketadi. Azid kislota, azid, radanit, perxlorat, nitrat, nitrit. Bular necha negizli? 1 negizli. Endi necha negizli yozishimiz kerak? 2 negizli, ya'ni vodorodlar 2 ta bo'lish kerak. Masalan, mana bu sulfat qaytaramiz. Sulfat. Bunda kislorod bo'lsa ham bo'laveradi. Farqi yo'q, kislorodga qaramaymiz negizidan, faqat vodorodga qaraymiz. Karbonat kislota. Karbonat. Sulfat. Manganat. Manganat. Silikat. Silikat. Xromat. Xromat. Dixromat. Xo'p, endi necha negizli bo'lish kerak? 3 negizli. 3 negizli bo'lish kerak. Masalan, mana bu yerda vodorod sulfit ham bor mana. Vodorod sulfit. Xo'p, 3 negizlida endi vodorodlar soni 3 ta bo'lish kerakmi? Ha. Masalan, ortofosfat, barat kislota. Barat. Xo'p, arsenat,
arsenat, Bular necha negizli? 3 negizli bo'lyapti. To'rtinchisi 4 negizlimi? O'zi negizga ko'ra 1 negizli, 2 negizli, 3 negizliga bo'linadi. Bundan balanti ko'p negizli hisoblanadi. Ya'ni 4, 5 negizlilar bular ko'p negizli kislotalar hisoblanadi. 4 negizliga pirofosfat kislotamiz. pirofosfat, Keyin ikkita bor o'zi. Ortosilikat. oltin silikat, Oltin emas, orto. ortosilikat, 5 negizliga bir dona bor. Vodorod 5 ta bo'ladi, yod. Kislorod nechta bo'ladi? 6 ta. Buning nomi ortoperiodat. ortopermanganat, Yo'q, ortoperiodat. ortoperiodat, Tushundikmi negizini? Xo'p, endi ularning nomlanishini qanaqa qilib, ba'zilarini qolipga tushadiganlari bor, ba'zi juda ko'plari qolipli bo'lmaydi nomlanishida, ularni faqat o'zini nomini siz yodlashingiz kerak bo'ladi. Boshqacha varianti yo'q, ya'ni ishparalka varianti yo'q. Yodlanadigan nima qolipga tushadiganlarni yozib beraman hozir. Demak, HX ko'rinishidagi kislotamiz. Bu kislorodlimi, kislorod kislotami? kislorodsiz, X ning o'rniga nima keladi deydigan bo'lsak, X ning o'rniga demak galogenlar keladi. Ftor kelishi mumkin, xlor kelishi mumkin, brom kelishi mumkin yoki nima? Yod kelishi mumkin. Bunda nomlanish qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, o'sha kislotani hosil qilgan nima? Elementni nomiga qanaqa qo'shimcha qo'shamiz? Sufiks it. Yozamiz endi masalan H ftor. Keyin oxirgi nima qo'shimchasi? Plus kislota. H ftor, H xlor, H brom, H yod. Nomlaymiz endi birinchisini. O'zingiz nomlang qani. ftorid kislota, xlorid kislota, bromid kislota, yodid kislota. Молодец. Ftorid, xlorid, bromid va yodid kislota. Tushunarlimi? Xo'p, endi boshqacharoq ko'rinishda. Masalan, qarang. Shuni bunaqa yozaylik. Boshqacha. Endi kislorod qatnashadigan bo'lsa, masalan, deylik HX nima? Kislorod bo'lsa. Bunda qanaqa bo'ladi? Bunda gipo qo'shimchasi plus E nomi deb ketsam bo'ladimi? Tushunasizmi? Element nomi plus qanaqa qo'shimcha qo'shiladi? It. Keyingisida H X O2 bo'lsa, ya'ni kislorod nechta bo'lyapti endi bunda? 2 ta bo'lyapti. 2 ta bo'lsa, faqat mana bu gipo qo'shimchasini nima qilamiz? Olib tashlaymiz. Nima qoladi shunda faqat? Element nomi it. Keyin kislorod nechta bo'ladi endi? 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bu endi it qo'shimchasini o'rniga nima qo'shamiz? It emas. At. Kislorod 4 dona bo'ladigan bo'lsa, endi mana shu qolipni oldiga per qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz.
per plus element nomi plus ad. tamom. Xo'p, endi qo'yamiz joyiga. Masalan, x o'rniga nima kelishi mumkin edi? Boya yozgan edik, ftor, xlor, brom, yod. Demak, xlor qo'yadigan bo'lsak, xlorniki ko'proq mashhur, H xlor O bo'ladi. Buniki H xlor O2, to'g'rimi? H xlor O3. H xlor kislorod 4 ta. Nomlab tashlang qani? Gipoxlorid, xlorid, xlorat, perxlorat. Yaxshi. Endi qarang, men bu yerdan aralashtirib yozaman, boshqa element qo'yib, brom qo'yaman. Qani topa olasizmi, yo'qmi? Marhamat. Perbromat, bromid, hipobromat va bromat. Tushundik-a? Bir negizli kislotalar, ya'ni vodorodlar soni bitta bo'lgan kislotalar, nima? Ularning kislota qoldig'i bitta bo'ladi. Masalan, nitrat, to'g'rimi? Bunda vodorod nechta bu? Bitta. Demak, kislota qoldig'i nechta bo'ladi? Bitta. Nomichi, nomi kislota qoldig'ini nomi bilan kislotaning nomi bir xil bo'ladi. Masalan, mana bu nitrat kislotami? Buni ham nomi nima bo'ladi? Nitrat kislota. Nitrat bo'ladi. Endi ikki negizli oladigan bo'lsak, masalan, prostoydan boshlaymiz. Mana bu vodorod sulfit, to'g'rimi? Bunda nechta vodorod bor? Demak, necha xil kislota qoldig'i hosil qiladi bu? 2 xil. Qanday 2 xil desak, bittadan vodorodni berib yuboramiz, qo'yib yuboraman. Bitta vodorodni berib yuborsam nima bo'ladi? Mana bunday bo'lib qoladimi? To'g'rimi? Bittasi qoladimi? Ikkita vodorodni to'liq berib yuborsam ham bunday bo'lib qoladi mana. Keyin bitta sizga ma'lumot. Agar vodorodlar soni bir dona bo'ladigan bo'lsa nima deyiladi? Gidro. Ikkita bo'lsa nima edi? Digidro. Vodorod 3 dona bo'ladigan bo'lsa Trigidro. Malades. Trigidro. Demak, mana buni nomi, o'zi kislotaning nomi nima ekan? Qanaqa kislota bu? Sulfit. Sulfit. Endi buni nomi gidro nima bo'ladi? Sulfit. Gidrosulfit, ya'ni bu kislotaning qoldig'i, kislota emas bu. Kislotaning qoldig'i. Bitta oltin gurt o'zi bo'ladigan bo'lsa-chi? Bu ham sulfit bo'ladi. Endi sulfat kislota oladigan bo'lsak, sulfat H2SO nima? 4. Nomi nima buni? Sulfat. Bu necha xil hosil qiladi? 2 xil. Birinchi bitta vodorodni berib yuboraman. HCO4 bo'lib qoladi. Keyin ikkitasini berib yuboraman, to'g'rimi? Xo'p, endi nomi nima bo'ladi buni? Birinchisi vodorod bitta bo'lgani uchun Gidrosulfat. Gidrosulfat, ikkinchisi Barium sulfat. sulfatni o'zi bo'ladi. Endi valent keladigan bo'lsa, qarang. O'zi nechta vodorod bor edi? Valentlik necha negizli edi o'z kislotamiz? 2 negizli edi. Nechta vodorod chiqib ketdi? Bitta. Yoki mana qarang, hozir nechta vodorod qolgan? Bitta. Demak, bittasini o'chirib qo'yaman mana. Valent necha bo'lib qoldi? 1. Endi mana buni valentligi necha? 2. Nima uchun?
Qanday qilib oson tushunsak bo'ladi buni? Eslab qolsak bo'ladi. Xullas kalom, nechta vodorod yetishmayotgan bo'lsa, valentligi shunga teng bo'ladi. Yoki ikkinchi yo'li, chiqib ketgan vodorodlar soni nimani belgilab beradi? Valentligini belgilab beradi kislotaning qoldig'i uchun. Hozir mana birinchisida nechta vodorod chiqib ketgan? Bitta vodorod. Demak, valentlik necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Mana bunda nechta chiqib ketgan? Bitta. Demak, valentligi 2. 2 bo'ladi. Endi 3 ni egizlab oladigan bo'lsa, 3 ni egizligiga deylik fosfatni olamiz, fosfat. Bu necha xil hosil qiladi? 3 xil hosil qiladi. Ayting qani o'zingiz? Hidrofosfat. Yo'q. Nima qilamiz o'z birinchi? Birinchi bitta vodorod chiqarib ko'ramiz. Nechta qoladi? Keyin ikkita qoladi. Keyinchi? Bitta vodorod chiqib ketadi, keyin vodorod qoladi. Keyin nechta chiqazaman? Keyin ikkita chiqarib olasiz. Bitta vodorod qoladi. Keyinchi? 3 ta vodorod chiqib ketib, vodorod qolmaydi. Endi valentliklarni ayting menga. Birinchisida 1 valentli, ikkinchisi 2 valentli, uchinchisi 3 valentli. Qanday topdik? Nechta vodorod chiqib ketganini hisoblab. Demak, birinchisini o'qiymiz endi. Vodorod 2 ta bo'lsa nima deymiz? Dihidrofosfat. Keyingisi Gidrofosfat, keyin fosfat. Gidrofosfat. Keyin Fosfat. tushunarlimi? Bormi savol shundan? Yo'q. Endi yana bitta yozaman, to'r negizligini, uni endi o'zingiz aytib berasiz menga. Buning nomi nima? Fosfat. Necha xil bo'ladi bunda? 4 xil bo'ladi. Birinchisida bitta vodorod chiqarib oladi, ikkinchisida ikkita vodorod, uchinchida vodorod qolmaydi. Bu kislorodli kislotami, kislorodsiz?mi? Kislorodli. Necha negizli bu? Negizi ko'p negizli, 4 negizli. Malades. Xo'p, valentligi birinchisi necha valentli? 1 valentli. Ikkinchisi? Ikkinchisi 2, 2, uchinchisi 3. Nomini aytamiz endi. Bu trigidropirofosfat. Trigidropirofosfat, hidropirofosfat va pirofosfat. HX ko'rinishidagilarning strukturasi juda ham oson. Ya'ni vodorod nima qilib qo'yamiz? X. Masalan, H xlor bo'ladigan bo'lsa, buning strukturasi qanaqa bo'ladi? Vodorod I xlor bo'ladi. Endi boshqalarida, masalan, deylik, mana bunda H xlor O3 bo'ladigan bo'lsa, o'rtada turgan xlorni valentligini topishni o'rganamiz. Qanaqa topamiz? Kislorodni valentligi necha? 2. Vodorod har doim 1. Endi ko'paytiraman mana 2 ni ko'paytiramiz 3 ga necha bo'ladi? 6. Vodorod bitta bo'lsa 1. Necha etmayapti? 5. Demak, xlorni valentligi necha ekan?
5 ekan. 5 ekan. Endi strukturasi qanaqa yozib olamiz desak, har doim vodorodni birinchi kimga bog'layman? Bitta qo'l bilan kislorodga bog'layman. Eslab qolamiz, birinchi kislorodga bog'layman. Endi bu yerda markaziy atom xlor bo'ladi, ya'ni boshqaruvchi. Markazda xlor joylashtiramiz endi mana. Kislorod nechta edi? Bitta edi. Yo'q, qarang. A, 3 ta nechtasini yozib bo'ldim? Nechta qoldi? 2 ta. Har bir kislorod necha valentli bo'lishi kerak? 2 valentli bo'lishi kerak. Necha? 2. Keyingisida demak H xlor O4. Valentligini topingchi xlornikini. Tez. 8 7. Strukturasi qanaqa bo'ladi degani buni? H Kislorod, xlor, xlor, keyinchi 3 tarafdan kislorod, keyin sigma bilan pi bog'ladi. Hali bittasi. Xo'p, va endi mashhur kislotamiz sulfatni yozadigan bo'lsak, bunda oltin gurt valentligi necha? 6. Xo'p, endi nechta vodorod yozaman? 2 ta vodorod turibdi-ku bu yerda, bitta yozmayman, to'g'rimi? Ha. 2 ta vodorod yozaman. U vodorodlarni kimga bog'layman? Kislorodga. Kislorodga bog'layman. Markazda kim turishi kerak? Oltinga yurt. Mana bu kislorodlar nechta qo'li ujiga ketdi, band bo'ldi. Bitta. Nechta qo'li qoldi? 2 ta. Bittadan. Kim yozadi qo'lini? Seva. Oltinga yurtga. Xo'p, nechta edi kislorod, nechta qoldi? Nechta ketdi? 4 ta kislorodda 2 ta qoldi. Har bir kislorodda nechta qo'l chiqish kerak? 2 ta. Bo'ldi mana. Keyingisi fosfat H3. Foto. Bu yerda fosfor necha valentli? 5 valentli. 5. Nechta vodorod yozamiz endi bu yerda? Tushuningizmi-ku? 3 ta. 3 ta vodorodni kimga bog'layman? Kislorodga. Kislorodlarni fosfor. Har bir nechtadan qo'l qoladi? Bir donadan qoladi. Bittadan. Keyin fosforga. Nechta kislorod bor edi, nechta qoldi? 4 ta kislorod bor edi, bitta kislorod qoldi. 2 ta qo'l chiqadi. Endi ozgina qiyinlashtiramiz. Pirofosfatni yozaylik, masalan, H4 P2O7 bo'lsin. Bunda fosfor necha valentli? 10 valent, 5 valentli. 2 ga bo'lamiz, ha, mana 10 chiqdi-ku, 10 ni 2 ga bo'lsangiz necha bo'ladi? 5. Nega 2 ga bo'lyapman? Chunki ikkita fosfor 10 valentli bo'lsa, biz bitta fosforni bilishimiz uchun 2 ga bo'lishim kerak bo'ladi. Xo'p, nima qilaman endi? O'zingiz aytib turing, umuman yordam bermayman. Hop, 4 ta vodorod yozish kerak. Ularga keyin bitta qo'l chiqadi. Kisloroddan hammasi yozib chiqish kerak. Hammasini fosforga bittadan yana qo'l chiqadi. Hozir ikkita fosforni qanaqa qilib bog'laymiz endi? Ikkita ekan, fosfor bo'lmasam, ikkita vodorod, bitta fosforga, yana ikkita vodorod, bitta fosforga, keyin Vodorodga fosfor nima? bilan. Yo'q, OH fosforga. OH? Endi kislorodni deng. O'zingiz nima qiynaysiz? Kislorodni 4 ta kislorod bor, 4 ta kislorod, 2 ta fosfor bor.
4 ta kislorodga 2 ta fosfor nechtadan to'g'ri keladi? 2 tadan to'g'ri keladi. Har 2 ta kislorodga nechta fosfor? 1 ta fosfor to'g'ri keladi. Bitta fosfor. Bu ikkitasiga ham bitta. Kislorod nechta edi o'zi? 7 tamida 4 ta ketdi. Nechta qoldi? 3 ta. 2 ta fosforga nechta kislorod to'g'ri kelyapti? 3 ta bo'lsa, bitta ikkala har bir kislorodga bittadan fosforda, keyin bitta kislorodda ikkalasini o'rtasi yoziladi. Malades, zo'r. Tushundikmi? Xo'p, sigma bog'ini sanang qani buni? 12 ta sigma bog', 2 ta pi bog'. Masalan, endi mana bu. Uglerod necha valentli? 4 valentli. Struktura qanaqa? Ikkita vodorod yoziladi, keyin ularga ikkitadan har biriga bittadan kislorod ulanadi. Keyin Bitta qo'l chiqadi. Keyin ularga uglerodni ulanadi. Bo'ldimi? Yo'q, keyin yana bitta kislorodni ulanadi uglerodga. Shundaymi? Yo'q, yana bitta qo'l bo'lishi kerak. Bitta sigma, bitta pi bo'lishi kerak. Xo'p. Bundachi? 7 marganis 7 valentli, bitta kislorod, bitta vodorod, keyin kislorod, keyin marganis, Keyin 3 ta tomon kislorodlar ulanadi. Bitta sigma, bitta pi bog'li. yaxshi. Bundachi? Dixromat. Xrom 6 valentli ekan, ikkita vodorod yoziladi, keyin ularga bittadan ikkalasiga ham kislorod, keyin ikkalasiga ham xrom ulanadi. Nechta xrom? Bitta, ikkita xrom. Ikkita xrom qanday ulayman? Xrom bo'lsa, ikkita kislorodga ikkita xrom. Nima degani bu? har bir kislorodga bittadan xrom bo'ladi. Yaxshi. Keyinchi? Har bitta xromga bittadan Nechta xrom bor? Ikkita. Nechta kislorod qoldi? 5 ta qoldi. Nima qilamiz endi? Har bir xromga ikkita kislorod, keyin o'rtasiga bitta kislorod. Yaxshi. Xo'p, keyin bunaqa tiosulfat. Buniki qanaqa bo'ladi? Oltin gugurt valentligi ekan, keyin ikkita vodorod bo'ladi. Bitta vodorodga bittadan har bir vodorodga bittadan. Qarang, buni qavs qilgani sababi boyagidek ko'paytirib ayirayapsiz-ku. Bu narsa bunga tushmaydi istisno holatda. Ya'ni buni oltin gugurt ikkalasi 2 xil valent namoyon qiladi. O'shaning uchun strukturasi biroz boshqacharoq bo'ladi. Eslab qoling. Ikkita vodorod yozamiz, ularni kislorodga bog'layman. Keyin o'rtaga bitta oltin gugurt tushadi, ikkita emas. 3 ta kislorod bor edi-ku, ikkitasi ketdi, bitta qoldi, to'g'rimi? Bitta oltin gugurt qolib ketdi. Bitta oltin gugurt mana bunday bog'lanadi. Endi ikkita oltin gugurtdan demak bittasi 2 valentli bo'ladi ekan, bittasi necha valentli? 6 valentli bo'ladi ekan. Tushunarlimi?
Qavsga olganim bu istisno holatda. Keyin misol shuni 7 taligi bor. H2 oltin gurt 2 kislorod nechta bo'lishi mumkin? 7 ta. Bu qavsga olmadim demak, misol 14 2 12 6 bo'ladimi? Demak tushadi bu. Tushundingizmi? Nechalinda bo'ladi oltin gurt? 6 bo'ladi. Endi ikkita vodorodni olaman, ikkita kislorodga bog'layman buni. Keyin ikkita kislorodga nechta oltin gurt to'kelyapti? ikkitadan. Bu degani qanday ikkitadan to'g'ri keladi? Bittadan to'g'ri kelyapti. Har biriga desak to'g'riroq bo'ladi ekan. Bittadan to'g'ri kelyaptimi? Endi-chi, ikkita oltin gurtga nechta kislorod qoldi? 5 ta qoldi. Nima qilamiz? Unda bitta oltin gurtga ikkitadan kislorod tushibdi, keyin bitta kislorod o'rtaga yozdi. Tushunaymi? Mayli. Xo'p, endi xuddi shuni 8 taligi bo'lsa-chi? Persulfat. Bunda ham boyagidek ikkita vodorodni yozaman. Kislorodga bog'laymiz. Har bir kislorodga bittadan nima yozamiz? Oltin gurt. Endi kislorod nechta qolyapti? 6 ta qolyaptimi? Ha. Xo'p, qanaqa hisoblaymiz endi buni? Bitta oltin gurt 3 tadan tushadi. 3 tadan tushadigan bo'lsa nima bo'lib ketadi? Qarang. Nima bo'lib ketdi? Oltin gurt valentik necha bo'lib ketdi? 7 bo'lib qoldi. Ha. Demak, ikkitada yozib turaman. Mana bo'ladi. Mana bundan bitta bog' chiqadi xullas. Kislorod, kislorod anaqa bo'lib qoldi joyini. Mana bundan kislorod chiqadi, keyin bundan ham nima chiqadi? Kislorod chiqadi. Keyin kislorod bilan kislorod o'zaro nima qiladi? Bog'lanadi. Shu joy nozik joy, eslab qoling. Mana shu kelsin. Tushundingizmi? Buni qanaqa bo'ladi? Oltin gurt 4 valentli bo'lar ekan. Ikkita vodorod yozamiz, keyin unga bittadan har bittasiga bittadan vodorod yozamiz. Asma yozib beray yo? Xo'p, ikkita vodorod keyin har biriga bittadan kislorod, keyin har biriga bittadan endi-chi keyin sferaga bittadan kislorod tushadi, bittasi o'rtaga boradi. keyin mana bu nitratniki biroz boshqacharoq bo'ladi. Bu ham boyagi qolipga tushmaydi, lekin eslab qoling. Bu ham istisno. Azot valentligi 4 bo'ladi, 5 bo'lmaydi. Tushundingiz-a? Buni yodlashingiz kerak strukturasini. Donor akseptor bog'lanish hisobiga bo'ladi. Shuning uchun. Kislorod. Plus minus. Mana. Tushundingiz nitratnikini. Keyin mana bu fosfat. Qarang, bu ham istisno. Ko'paytirib hisoblay olmaysiz. Ko'pchilik qanaqa qilib yozadi? Mana bunday yozadi, qarang. 3 ta vodorod yozadi, to'g'rimi? Keyin mana bunday yozadi. Lekin bu nima? Xato. Nega xato desak, bunda boya aytdim-ku 95% 5% dedim. Ya'ni vodorodlar soni 3 ta bo'lsa ham, harakatchan vodorod 3 ta emas. Bunda 2 ta bo'ladi. Nega desak, masalan strukturasida 2 ta vodorodgina kislorod bilan bog'lanadi-da.
Bitta vodorod to'g'ridan-to'g'ri fosfor bilan bog'lanadi. Endi qarang. Mana bu ikkita vodorod bor-ku. Ko'ryapsizmi? Bular qanaqa vodorod hisoblanadi? Harakatchan. Harakatchan. Nima uchun harakatchan desak, elektronlarni tortib olish kuchi bo'yicha kislorod ancha vodoroddan nima kuchli bo'ladi. Ya'ni kislorod vodorodni kuchini tortib oladi. Shuning hisobiga vodorod nima qiladi? Zaif bo'lib qoladi. Zaif vodorod nima qiladi? Qochishga harakat qiladimi? Tasavvur qiling, masalan, mana bu vodorod deylik. Bu 1 yosh, to'g'rimi? Kislorod misol yoshi necha yosh deyman? 8 yosh. Endi mana vodorodimiz ham 1 yosh. Fosforning yoshi bu 1 yosh. 1 yil 1 oylik deydimi? Shunaqami? Eshityapsizmi? Nima degani bu? Tasavvur qiling, 8 yoshli bola 1 yoshli bolaga kuch yetadimi? Shunda mana bu 1 yoshli bola nima qiladi? 8 yoshli boladan qochishga harakat qiladimi? Ya'ni mana bu joyini nima qiladi? Bo'shatib beradi. Chiqib ketadi vodorod. 1 yoshli bola qochib ketadi ikkitasi. Keyin uni joyi bo'sh qoladi. Shunda ikkita vodorod harakatchan. Ya'ni chiqib ketishni xohlaydi u. Joyini bo'shatib berish oson. Chunki mana bu 8 yoshli kislorod nima qilyapti? Unga ta'sir o'tkazyapti. Bundachi mana bu yerda fosfor bilan vodorod. Fosforning yoshi 1 yosh, vodorodniki 1 yosh. Ikkalasining yoshini nimasi farqi katta emas, razницasi. To'g'rimi? Nima qiladi? Kuchi yetadimi fosforni mana bu 1 yoshga? Просто так 1 oylikka katta-da. Yetmaydi. Shunda mana bu vodorod nima bo'ladi? Bu harakatsiz. Mekan chiqib ketmaydi joyidan, bu qo'zg'almaydi. Demak, kislotaning negizini nima ta'minlab beradi desak, aytamiz ekan, mana bu 1 yoshli bola. Ikkita vodorod kislotaning nimasini ta'minlab beradi? Negizini ta'minlab beradi. Tushunarlimi? Nima? Harakatsiz chiqib ketishni. Yaxshi, zo'r. Xo'p, misol endi sianid kislota oladigan bo'lsak, mana bu sianid. Bu ham boshqa kislota. Buni strukturasi qanaqa bo'ladi? Buni bu yerda ko'paytirib topa olmaysiz. Buni yodlab qo'yishingiz kerak, просто так. Vodorod, uglerod, keyin uch bog' orqali azot bo'ladi. Keyin radonit. Buniki vodorod, oltin gugurt, uglerod, uch bog' nima bo'ladi? Azot bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, bu kislotalar